o'ng ko'zim 400 gradus, sol ko'zim 1400 gradus. O'tliqda 1000 gradus farq bor. Bir ko'zim tekshirib boqaylik 10-chi yilda bordim. Berib kutilmagan bir ahvol yuz berdi. Yaxshimisilar do'stlar, bugun sizlar bilan o'zimdagi bir mas'ul to'g'riliq blog tatmoqchi bo'lib qoldim. Bu nima ish desanglar, mana men ko'zoynak taqayman amaliyotida. Nurxon o'zim qilayotgan kasb san'at bilan munosabatli bo'lgandan keyin, masalan, sahnaga chiqib qolamiz, ekranga chiqib qolamiz. Bek afsus bo'lib ketdi ekan. Bu ko'zoynakni men 18 yil burun taqagan. Ashchaqdan boshlab taqaganda hozirgacha. Nurg'unlagan shu ko'zimning ozligi, nurg'unlagan qiyinchiliklarni akeldi menga. Dars vaqtida taqaydimda ko'zoynakni. Darsdan tushgandan keyin avtidim. Bir xil qo'llashamaydim. Onun afsus bu o'zim ancha mush top tepgandan keyin necha ko'zoynak sundirib top tekdim. Shunday ishlar bo'lgandan keyin shu taqashga bek o'chdim. Mendagi bir ish bo'lsa, men o'ng ko'zim 400 gradus, sol ko'zim 1400 gradus. O'tliqda 1000 gradus farq bor. Yaqinda men bir iroda kelib, ko'zimni operatsiya qilmoqchi bo'ldim. Shunga bu qitim bir do'stim telefon qildi menga. Oldingi yili 9-oy atrofida. Men bir film tortayotgan jarayonda shu o'chaqda yenishga taqaymizda, hamda ko'zning ichiga qarshi taqaydigan ko'zoynak. O ko'zoynak chiqib qo'ysam, miliqi qurg'oqlish kesiladi, bir kesil qilib qo'ydi ko'zimni. Shunda quruq ketdi, bir narsa temitman, qip-qizil ketdi. Munguz parchisini yolg'iltib qo'yibdi menda. Shu ashunaq bir qator ishlar bo'lib, telefon qilib qoldim. Adash, men ko'zimni operatsiya qilmoqchi bo'ladim deb. O kim edi desanglar, Merdan Umar. Men malotini aytgan naqshchi do'stim Merdan Umarda. Shunga nada qilmoqchi adash desam, shu Air Idea Yankayuan hisobda shu hadiya ko'z kasalliklari doktorxonasida. Shunga unda qo'sa qilamsa deganda o'zim o'lchib shikillanib qoldim. Sen boshda kelib o'zing bir ko'rib boqadash, men boshda qilib boqay. Qanday qo'ldan keldi, u operatsiya qildi, men u o'chaqchi berib bir ko'zim tekshirib boqay deb 10-chi yilda bordim. Berib kutilmagan bir ahvol yuz berdi. Hozir mana ko'zning ko'rish to'rpasining miyadına ait yo'g'on teshik bor ekan. Atrofidagi ko'zning ko'rish to'rpasini so'ylibdi bu. Ama şu yerlik tarih soyuluş bu ne düşençin vaqtı deymiz. Endi bununda hozir jiddiy ko'zning ostidagi ko'zning ko'rish to'rpasini lazer bilan davolab etmasak, ko'zning ko'rish to'rpasining so'yilgan qismi cho'ngib, kengayib ketsa, ko'zning ko'rish butunlay yo'qolib ketadi. Doktor dedi-de, hamma bir muncha apparatlar bor ekan, hammasini birdan tekshirib, inchikka. Har bir ko'zning tekshirish bosqichlari o'xshamaydi ekan. Boshda kirib ko'zimni bir apparat qilsag'im bo'ldi. Andikinliqi 10 so'lqa bir ost-usti bir narsa ko'ramiz qo'y. Ashni ko'rib, sol ko'zim eng cho'ngim ko'mdi, o'ng ko'zimda bir 4 qur ko'rdim deyman. Shundan 2 kun keyin kelgan bo'lsam, fikrimda munguz pardang to'liq o'lab ketdi, biroq tushib ketdi. Men ko'zimni cho'ng operatsiya tushib qoldim deganda. Qo'rqdim. Shu vaqtda rost qo'rqdim. Shu yana baldir kelganimdan xo'sh oldum. Hisob Merdandan meni to'liq olgandan shunday xo'sh oldimda. Shu ba'zan ishlar mushtabil ekan. Hamda mishada qistirib o'tay do'stlarimiz agar ko'zda tuyuqsiz mayli, kechda uxlagan chog'da, ko'z yumgan chog'da lappa chaqnaydigan, andikinliqi ko'z ochiq vaqtlarda bu ko'zni bunda bir laylaydigan bir narsa bor. Ashta ahvolga cho'qim berib tekshirtinglar. Ashiliqi chaqnag'ini hisobda ko'z munguz pardasining yetilayotgan vaqt ekanda, uni lazer nuri bilan davoldi. Hem davolab hisobda men operatsiya qilib bo'lgan ekan, bir muncha davolash usullari bilan tunishdi hisobda. Har xil operatsiyalar bor ekan, masalan, Banfeymyo, Chanfeymyo. Andikin yana birisi ICL Jingtiru shu deydi ekan, uni hisobda ko'zning ichiga soldi ekan, işte aynakni. U qattiq aynak emas, yumshoq aynak. O hisobda hozirgi uning yuqori texnik ekanda, lekin men aniq tanlab shu 2 yilsiga bir xil Jingtiru qiltay deb o'yladim. Chunki vindingroq bo'lish uchun, esa muqimroq bo'lish uchun. Ko'zga lazer nurini urib bo'lgandan keyin ko'zni yamildi emas, teshikni. Shu bir oydan keyin kelsam, 10 yil yaxshi bo'lib o'tibdi. Undan yana bir oy
ahvol ko'rib kelinglar deb aşağıda o'lchib qoldim men. Ey, bu doktorxona hisobda ko'zimni aksicha davolasa, endi har qanday yolda endi tezroq davolab bitiril deb o'ylash mumkin, lekin hadiyada mening birdan-bir ta'sirlandigini naq deydigancha. Bir aytgan kel, endi bularni o'ylaganda mening ko'zimning ahvolini eng yaxshi, eng yuqori holatga berib, andikin operatsiyaga %100 tushsa bo'ldi deb anzirmigidek holatga kelganchaqicha bular kapolatlik qilmasa bo'lmaydi ekan. Shu ishidan men bek ta'sirlandim. Bek mas'uliyatchanki. Hem demoqchi o'g'lim, men Adiya ko'z kasalliklar doktorxonasining bir bemor bo'lish sifatim bilan oldidagi mashg'ulotlar nihoyat o'ngishli bo'ldi. Hamda nihoyat mas'uliyatchanlik bilan har bir qiyinchilikni hal qilib mangdi. Men shu ko'zoynakni bir avatmoqchi do'stlar. Shunga do'stlarimizning meni qo'llab-quvvatlab berishini umid qilmay davomliq mushu vlogni sizlarga tatib berman. Mushu yaqinda ko'zimni operatsiya qilmoqchi. Operatsiyaning tafsilotlarini yana sizlarga ham bayalayman. Diqqatinglar davomliq mening do'yirim duosini do'stlar. Xayr xo'sh.